33 milyon so'rab kredit arza tashlagan. Kredit maqsadi nima? Kredit maqsadi qandoq mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun xom ashyoga olish maqsadida qarz olishdi. Sizni sexingiz bor. Qandoq mahsulotlarni havo nima ishlab chiqarasiz? To'g'rimi? Sizni arzangizda qabul qildik. Bank mutaxassisi Sherali sizga shu kreditni foizi, yili, tartibi qanday qaytarish nimani to'g'ri tushuntiradi. Siz qandolatchilik bo'yicha kredit olmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda mahallada hokimlardan sizga ariza tashlaysiz. Bunda oilaviy tartibkorlik bo'yicha 149-qarorga asosan 17,5% imtiyoz kredit beriladi. Agar xom ashyo olinadigan bo'lsa